Boshladik. Hisob 2-0. Ko'k kiyimli komanda yutyapti. Qizil kiyimli komandadan Shukurjon hujumga o'tib boryapti. Unga Kamoliddin qarshilik qilyapti. Gol. Hozir kim assist qildi? Hozir Farhodjon gol urdi. Kim assist qildi? Kim pas berdi Farhodjon? Jasurmi? Jasurda assistidan Jasurga 5 ball, Farhodjonga 5 ball. Gol urganga ham, assist qilganga ham 5 ball. Markazdan boshladik. Hisob 2-1. Tayyorlandik. Boshladik. O'yin vaqti ketyapti. Tezroq o'ynadik. Kamoliddin hujumda. Husan qo'lini ko'tardi. Muxtorxon qaytarib qoldi. Kamoliddin chiqardi oldinga. Husan tepdi, lekin natijasiz, gol bo'lmadi. Tezroq, 5 sekund. Darvozabon tezroq o'yinni kiritdi. Stop. Boshqatdan. Asqar nimaga olib ketyapsan sen to'pni? Tashlab ber. Tashlab berdimi? Bo'ldi. O'ynadik. O'ynadik. Shukurjon bitta hujumda, bu yoqda Farhodjon. Bu komandadan, qizil kiyimli komandadan deyarli hech kim yo'q. Bu yoqda himoyachilar. To'p Kamolda, Kamol tepgan to'p Jasurga tushdi. Jasur zarba berdi darvozaga qaratib. Burchaydan to'p tepiladi. Noto'g'ri ko'rsatinglar borib. Biladiganlar tepinglar, u kelmadi ko'p vaqt. Boring. Husan. To'xta. Komanda berilmasdan tepdi, noto'g'ri joydan tepdi, udar atvorot. Darvozabon qani? Darvozabon o'yinga kirit. Noto'g'ri. Tez. Boshladik. Burchaydan to'p tepiladi. To'pni 5 sekundda tepishing kerak Jasur. Qo'y, noto'g'ri qo'yding. Naryoqda, ana oqarib turgan narsani yoniga qo'y. Obor, noto'g'ri. Bo'l tez. Ol bekor qilaman. Nargi tarafga o'z. Ariq tomonga sur yana yarim metr. Ana shu yerdan orqaga ol. Sanayman. 1 2. Tak, burchaydan to'p tepildi. To'p Husanga tushdi. To'p bilan Husan narigi qanotga Kamoliddinga chiqarib to'pni. Asqar olib qo'ydi Kamoliddin chiqargan to'pni. Tak. Abror nimaga pas berdi? Islom olib qo'ydi to'pni. Jarima to'pi. Fayzulloh, bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel Husan. Husan bu yoqqa kel, orqaroq tur. Husan. Qara. Hozir sen juda yomon qoida buzarlik qilding. Husanni orqa tarafdan kelib oyog'iga tepding. Shuning uchun senga sariq kartochka. Fayzulloh, tushundingmi? Jarima to'pi belgilandi. Tayyorlandik.
Tepdik. Offside holati. Asqar. Bu yoqqa ke. Bu yoqqa yugur. Offside bo'laman shaqqa qoidasi. Sen 2 oyda 3 oyda bir o'yinga kelasan. Ko'chaning qoidasini qo'llama bu yerda. Darvozani oldida offside'da turibsan. Bilmayapsan. Chunki kelmagansan. Offside nimaligini bilmayapsan. Burchaydan to'p tepishni bilmayapsan. Mana kelmaganingning oqibati. Sariqmi? Sariq berayotganim yo'q. Men seni ogohlantiryapman. Olasan sarig'ini. Ha, uzr. Qo'yib basiradi. Davay yugur endi. To'p bilan Farhodjon. O'sha kira. Fazlulloh yugurib bordi. Aldab o'tdi Farhodjon. Ber narki, ber. To'p bilan Farhod Fayzulloh yuguryapti. Davay ber. To'p Asqarga berdi. Asqar Kamolga oldirib qo'ydi to'pni. Burchaydan to'p tepiladi. Asqar Kamolni oyog'idagi to'pni, oyog'ini ostidagi to'pni tepib outga chiqardi. 1 2 3 Husan to'p bilan Muxtorxon olib qo'ydi. Husandan to'pni olib qo'ydi. Himoyachi kechagi o'yinda ham olib qo'ygandi. Hujumchilardan Muxtorxon qizil shorti, yashil futbolkada, unga qizil futbolka yetmabdi. Yetmay qopti. Xavfli vaziyat bo'ldi, lekin gol bo'lmadi. Jarima to'pi. Chalib yiqitdi. Kamol nimani chalib yiqitdi? Asqar. Yugurish kerak. To'p Islomda. Nima bu? Husan olib qo'ydi to'pni. Husan aldab o'tyapti. Darvozaga yaqinlashib kelyapti. Muxtorxon to'pni olib qo'ydi yana. Asqar bukri, Asqar. To'p bilan Asqar katta tezlikda oldinga ketyapti. 5 ta himoyachi Asqarning orqasidan yuguryapti. To'pni himoyachilar olib qo'ydi. Ko'k kiyimli komandaning himoyachilari to'pni Fayzullohga uzatishdi. Fayzulloh sunnati kimga? Yusufxonga uzatdi. To'p bilan Fayzulloh. To'p bilan Yusufxon. Yusufxon Husanga pas uzatdi, lekin nima olib qo'ydi? To'p Farhod qo'liga tegdi. Farhodning o'zi aytganligi uchun, halolligi uchun yashil kartochka Farhod, yashil kartochka senga. Farhodga yashil kartochka berildi. O'zi aytganligi uchun ruka bo'ldi. Boshladik. To'pni nimaga uzatib berdi? Yusufxonga. Murod olib to'pni oldinga uzatdi. Qizil kiyimli komandaning to'p bilan Asqar himoyachilarga oldirib out bo'ldi. Jasurga pas tashlab berdi Asqar. Jasur to'p bilan jarima maydonchasiga yaqinlashib kelyapti. Nimaga uzatdi pasni? Farhodjonga. Davlat to'pni tepdi. Kamoldinga Shukurjon yaqinlashib borib to'pni ola olmadi. To'pga Husan bilan Jasur olishyapti. Outga chiqib ketdi. Bo'ldi. Bo'ldi, outdan tasha. Bo'l tez. 5 sekund. 1 2 3 4 5 bo'ldi ustoz. Asqarma. To'p Asqarda. Yusufxon olib qo'ydi Asqar. Husanning qo'liga to'p tegdi, tepdik jarima to'pi. Qara.
To'p oldinga uzatildi. Darvozabon qaytardi to'pni. Darvozabon Humoyin, Kamoliddin, ko'k kiyimli komandaning o'yinchisi. Qizil kiyimli komandalarga hujum bilan boryapti. Hozir Murod bilan to'pga olishyapti. Yana oldirib qo'y Muxtorxon to'pni qaytardi. Islom Kamol tepgan to'pni qaytarib yubordi. To'p Husanda. Shukr. Farhodjon katta tezlikda to'pni oldinga olib ketyapti. Nimaga chiqarib berdi? Oy, davay. Sen ofsayd holatiga chiqib ketding. Senmisan Jasur? Jasur, ofsayd. O'sha turgan joyini ofsayd to'pni tepinglar. Bo'ldi, o'sha joydan ofsayd to'pni tep. Noto'g'ri. Ana shu yerdan ofsayd to'p ofsaydga chiqib ketding. Tepdik. Top bilan birga yugurib boryapman. Yo'q. Oldinda eding, bo'ldi. Ofsayd.